biz mana shunga o'xshagan tekinga Minecraft o'ynaymiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanunda biz boshladik. Birinchi bo'lib albatta Google'ga kirib olamiz. Google'dan biz Minecraft Classic deb yozib olamiz. Va mana Minecraft Classic'ni o'zini saytiga kiramiz. Zagrishkalarni qiladi. Mana kirdik. Hozircha gameplay ko'rsatib beraman. Faqat gapirmay turaman. Yuqurdim. Endi zo'r uy baxshi. Kibetda menimcha G yoki H da mana G da manaqa odamchada yugurib yurisha oldinglar. Hozir yaratyapman jichcha. Mana to'yli odamcha kichkina sutichalar. Endi bunday bada inventar bor. To'g'ri, inventarda ko'p narsa yo'q, lekin mana oltin blok, select blok turadi. Har xil rangli bloklarni olishinglar bo'ladi. Mana masalan, mana shu yerda x0 o'ynasanglar bo'ladi. Kimdir bilandir-da endi. Maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bunda F5 yo'q. Uchi bo'lmaydi, lekin narsalar cheksiz qo'yiladi. Kuchlar ham bo'ladi.
yapsam temirleri oh bitta ikkita uchta yigirma uch yigirma to'rt yigirma besh yigirma olti yigirma yetti yigirma sakkiz yigirma to'qqiz o'ttiz o'ttiz bir o'ttiz ikki o'ttiz uch o'ttiz to'rt o'ttiz besh o'ttiz olti o'ttiz yetti o'ttiz sakkiz o'ttiz to'qqiz qirq qirq bir qirq ikki qirq uch qirq besh qirq olti qirq yetti qirq sakkiz qirq to'qqiz ellik ellik bir ellik ellik uch ellik to'rt ellik besh ellik olti ellik yetti ellik sakkiz oltmish oltmish ikki oltmish uch oltmish to'rt oltmish besh bu çeşit devam ediyor yani. Yok. Evet temir kağında falan. Bedrock sınırı bu neydi? Kreatifde sizlerle Bedrock sınırı almışlar. Mayli yana bitta videoyum yaptı. Yok olmasa her daim öyle. Sonra o düşürmem çatmaz. Albatta bu kanalım yangi. Videoga like bosib qo'yinglar, iltimos tezroq biz ko'tarilib ketaylik, 1000 tami, 2000 tami ketaylik. Hammaga rahmat, obuna bo'lib like bosganlarga. Xayr, ko'rishguncha.